Mana şu videomda mahalla reislerine yuvarıp koyunlar. 5 milyondan 10 milyonacha aylık maaş aladigan mahalla 7 taligi mahalla reisi vazifasi nimalardan iborat? Mahallani dardini tinglash, muammosiga yechim topish, mahallani obod qilish, ko'chani obod qilish, xonadonni obod qilish va dardini yechim topish, muammosiga yechim topish. Bir so'z bilan aytganda, viloyatimiz rahbarlarini, qabullarini, prokurorini, viloyat hokimini qabulini oddiygina mahallasida mana shu hal bo'ladigan musur masalasi o'z yechimini topmay turibdi. Qabullarda yuribdilar. Mana shu tomorqalarga suv borish jarayonlari, shu bilan bir qatorda moddiy yordam, uyini ta'mirlash masalalari. Hurmatli mahalla reislari, vazifangizni oldingizga qo'yib belgilab oling. Faqatgina sizni vazifangiz guvohnoma oldim, mahalla reisiman degan emas. Size hattoki prezidentimiz ishonch berib, mahalla reislarini hattoki hokim darajasigacha olib chiqaman degan ishonch bergan fuqarolar ishonch berib sizni sayladimi? Siz ishonchini oqlashingiz kerak. Vatan uchun fidokorona xalq uchun xizmat qilishingiz kerak. Shunchaki oylik olishingiz emas. Mana shu mahalla reislarini qilmagan, mana shu mahallada hal bo'ladigan muammolarni qilmagan uchun fuqarolar sarson bo'lib qabullarda yuribdi. Siz muammoni yechilmasangiz so'rovnoma bilan hokimiyatga chiqing. Hokimiyat orqali yechilmasa ham mana shu mahallani deputatlari bor, ularni chaqiring, xalq danilsin. Ular tuman yoki shahar kengashi sessiyalarına girishsin muammolarni. Muammolar shunda yechim topiladi. Mahalla reisi degan avvalgi zamondagi 2 cho'rak qisib to'y sovib yoki bir janozani o'tkazish emas, juda ham yuqori mas'uliyat yuklatilgan mahalla reisi. Har biringiz olgan oylik maoshni halollashlaringiz kerak. Meni taklifim va meni murojaatim shu. Kamina Qoncha Sherjanova, jamoatchilik faoli, jurnalist, bloger. Sizlar bilan birgaman mahalla reislarini videolarni tashlab qo'yamiz. Rahmat barchaga. Bizani kuzatishda davom etinglar.